Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mashinamiz GTO X70 Plus turbo GDI motorli. Marhamat. Model nomi MET 17. Ko'chirishda mana China GTO Pro hop MET 17 810 modeli bilan ichida qilinadi. Ko'rgan bo'lsanglar, upravlение работы stola. Bu universal kabel bilan ko'chiriladi. Joyida to'g'ridan-to'g'ri ko'chirmaydi. Marhamat. Modullar aniqroq ko'rinishi uchun universal kabelda ulanishlari, gearbox va skemat 3 apparati bilan. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Har doim programma ko'chirishdan oldin doimiy identifikatsiya qilib ko'riladi.